Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetida kursantlarning jismoniy va jangovar tayyorgarligini mustahkamlash maqsadida milliy sport turi o'zbek jang san'ati bo'yicha mashg'ulotlar yo'lga qo'yilgan. Hamkasbimiz Javohir Ibadullayev mashg'ulotlarni bevosita kuzatib qaytdi. Hozir shu haqda. Har bir sport turining o'z vatani bor. Jumladan Koreyada taekvondo, Yaponiyada karate, Tailandda muay thai, Rossiyada qo'l jangi, Amerikada kickboks, Xitoyda esa ushu. Ushbu sport turlarining har birida o'ziga xos jang san'ati mavjud. Shuning uchun ham ular bir-birini takrorlamaydi. Ulardagi texnik harakatlarni takomillashtirishda o'z vatanlaridagi tajribali ustalar yetishib chiqib, uni targ'ib va tashviqot qilishda ham fidoyilik ko'rsatishgan. Ko'p asrlik tarixga ega xalqimiz hayotidagi turli tarixiy harakatlar orasida sharq yakka kurashlari va jang san'atlari ham alohida o'rin tutadi. Tarixchilarning ta'kidlashicha, Amir Temur bobomiz o'z lashkarlarini asosan piyoda va otliq askarlardan tuzib, ularni qilich, o'q-yoy, nayza kabi jang qurollari bilan ta'minlagan. Manbalarda keltirilishicha, ayrim janglarda Sohibqiron askarlari qurolsiz harakatlanib, g'alaba qozongan. Bu shubhasiz o'zbek jang san'atining dastlabki ko'rinishidir. Zamonaviy yoshlarimizni tarixiy, buyuk ajdodlardan qolgan jang san'ati turi orqali jismoniy va ruhiy rivojlantirish, shuningdek O'zbekiston tarixiga, madaniyatiga, an'analarimizga qiziqishini kuchaytirish hamda davlatimizga bo'lgan yuksak hurmatini ko'tarish maqsadida o'zbek jang san'ati turi dunyoga keldi. Dastlab o'zbek jang san'ati haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam, yurtimizda o'zbek jang san'ati 2009-yilda tashkil topgan bo'lib, mazkur sport turi o'z o'rnida 5 ta yo'nalishni o'z ichiga oladi. Bular musobaqaviy yo'nalish, sog'lomlashtirish yo'nalishi, qo'l san'ati yo'nalishi, temuriylar jang usuli yo'nalishi va nihoyat jang kurash yo'nalishidan iborat. Po'lat Usmonov muallifligida yozilgan o'zbek jang san'ati kitobida ushbu yo'nalishlar haqida batafsil tushunchalar keltirib o'tilgan. Hozir esa O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining kursantlari ishtirokida kechayotgan amaliy mashg'ulotlarga navbatni beramiz. Mazkur mashg'ulotlar yosh harbiylarning jismoniy tayyorgarligini yanada mustahkamlash, ularda chaqqonlik, jasorat hamda harbiy mahoratni rivojlantirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Mashg'ulotlarga O'zbek jang san'ati federatsiyasidan tashrif buyurgan tajribali murabbiylar jalb etilgan bo'lib, ular haftasiga 4 kun davomida kursantlar bilan o'quv amaliy mashg'ulotlar olib bormoqda. Ustoz murabbiylar tomonidan jang san'atining sir asrorlari, himoya va hujum usullari hamda tezkor qaror qabul qilish kabi muhim jihatlar bosqichma-bosqich o'qitilmoqda. Hozirda biz Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti umumqo'shin fakulteti 3-bosqich kursantlari navbatdagi o'zbek jang san'ati mashg'ulotlarida qatnashib kelmoqdamiz. O'zbek jang san'ati federatsiyasidan mutaxassis murabbiylar jalb qilingan bo'lib, o'zbek jang san'atining o'ziga xos jihatlari, usullari, sir asrorlarini muntazam o'zlashtirib kelmoqdamiz. O'zbek jang san'ati biz bo'lajak ofitserlar, balki barcha harbiy xizmatchilarga kelajakda harbiy faoliyatdagi uchrashi mumkin bo'lgan murakkab vaziyatlarda chiqib ketishiga o'z samarasini beradi. Mashg'ulotlar davomida dastlab kursantlar maxsus tayyorlangan jangovar qurollar yordamida turli mashqlarni bajarishdi. Bu jarayonda ular qurollardan to'g'ri foydalanish, harakatlarni aniq va muvofiqlashtirilgan holda bajarish ko'nikmalarini yanada mustahkamladilar. Shundan so'ng mashg'ulotlarning keyingi bosqichida kursantlar juftlikda ishlashga o'tib, jang san'atining murakkab usullarini amaliy tarzda sinab ko'rishdi. Juftlikda bajarilgan mashqlar davomida kursantlarning epchilligi, tezkorligi va o'zaro hamkorlikda harakat qilish qobiliyatlari yanada charxlandi. Har bir harakat, har bir usul murabbiylar tomonidan sinchkovlik bilan kuzatilib, zarur tavsiyalar berib borildi. Ta'kidlash joizki, o'zbek jang san'ati bilan muntazam shug'ullanib kelayotgan kursantlar turli musobaqalarda ham munosib natijalarni qo'lga kiritib, yuqori yutuqlarga erishmoqda. Bu esa ularning nafaqat jismoniy tayyorgarligi, balki ruhiy matonati va irodasi ham mustahkamligidan dalolat beradi. Har bitta harbiylarimiz, ayniqsa kursantlarimiz, harbiylarimiz shug'ullanganda bobolarimiz kim bo'lgan, qanday faxrlanib, o'sha mashqlarni qaytarganda faxrlanib va boshqa davlatlar ham bizning mashqlarimizni o'rganmoqda. Ular ham mana shu karate, taekvondoga ushiga o'xshab bizni milliy sportimiz faxrlanish kerak. Bizni o'zimizni milliy jang san'ati bor. Mana shu jang san'atimizning elementlarini mana hozir harbiylarimizga namoyish etyapti. Bular respublika musobaqalarida, xalqaro musobaqalarda bular sovrindor bo'lib, O'zbekiston bayrog'ini yuqori darajaga ko'taradi. Bunday amaliy mashg'ulotlar yosh harbiylarning har tomonlama barkamol bo'lib yetishishida muhim ahamiyat kasb etadi. Zero jismoniy chiniqqan, ruhiy jihatdan bardam va harbiy mahorati yuksak bo'lgan kursantlar kelgusida vatan himoyasida ishonchli tayanch bo'lib xizmat qiladi.